Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana bugun Qurbon hayiti 2025-yil 6-iyun kuni. Ko'pchiligiga ma'lum, suv liniyalariga ko'pchilik mana filtrlar qo'yadi. Oddiy krandan kelayotgan suv liniyasiga. Mana shu narsa vaqt-soati kelib shunaqa ahvolga kelib qoladi. Ya'ni kir ahvolga kelib qoladi. Kim biladi, kim bilmaydi, buni hozir alishtirish sizlarga ko'rsatib o'taman. Bir chekkina. Buning uchun albatta bizga buni o'rniga yangi filtrlar kerak bo'ladi. Men mana Aqualife filtridan oldim. Hozir bu eski filtrlarning holatini ko'ryapsizlar. Bularni olamiz, o'rniga mana shu Aqualife 3 ta filtrni birin-ketin joylashtiramiz bir chekkadan. Shu narsani men hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun bir eslatma bo'ladi. Juda ham sodda narsa bu. Avvalo buni mana shu narsani mana tepa krishkasidan birab yechiladi. Buni birab yechish uchun oldin suvni to'xtatasizlar birinchi galda. Birinchi galda suv to'xtatiladi. Suv to'xtatilgandan keyin shu filtr olish jarayonida o'zini mana bunaqa kaliti bo'ladi. Agar mabodo kaliti bo'lmasa, buni o'zingizlar shu do'konlardan sotib olishinglar mumkin. Filtr sotadigan joyda bo'ladi. 25 ming 30 ming atrofida turadi bu narsa. Hop, ana endi boshlaymiz bir chekkadan. Hop, joylashtirdik kulgichini. Mana endi buni sekin birab olamiz. Ketdi mana. Yumshagandan keyin o'zi yumshab oladi. Bismillah deb yechamiz buni mana. Hani yechib oldik. Mana buni holati. Mana ko'ryapsizlar o'zingizlar. Shilak bo'lib ketgan, yashil bo'lib ketgan mana ichi. Oq holati aslida yangi holati mana shunaqa oq bo'ladi. Mana hozir shilak bo'lib ketgan mana. Suvimiz shunchalik isqirtki mana. Hop. Bir chekkaga qo'yib qo'yamiz buni. Keyingisini yechamiz mana. Bismillah. Bitta bo'shatib oldik. Buni ham mana ketdi mana. Xuddi shunaqa yashil bo'lib ketgan, suv bakteriyalariga to'lib ketgan mana. Buni ham qo'yamiz bir chekkaga. Keyingisini yechamiz. Keyingisi bu bizada ko'mir bo'ladi. Ko'mirli filtr bu. Bitta bo'shatib oldik. Sekin birimiz mana. Qolgan suvlar shunaqa oqib ketadi o'zi. Mana ahvoli. Mana ko'ringlar. Mana bakteriya bo'lib ketgan. Shu ancha foyda beradi. Bularni o'rniga endi biz mana yangi filtrlarimizni olamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Men ko'pchilikka maslahat bergan bo'lardim. 3 v 1 olishni, chunki ancha arzonga tushadi. Agar buni donalab sotib oladigan bo'lsanglar, sizlarga qimmatroqga tushishi mumkin. Bularni sekin olamiz. Mana yangi holati. Mana. Mana papa. Paketda bo'ladi, ochamiz. Hop, foydalanuvchilar mana birinchi filtr PP, paxta, sun'iy paxta bo'ladi bu. Yana bir narsa, обязательно kolbani ochganinglardan keyin kolba mana shisha kolba deyiladi. Shishani обязательно o'zingizlar bir yuvadigan latta bilanmi yo bir narsa bilan albatta ichini chayib yuvoringlar. Bo'lmasam buni yuqib qolgan bu proses, kirlanish prosesi yana ham tezlashib ketadi. Shuning uchun buni обязательно yuvib tozalab yuborasizlar qo'yishdan oldin. Mana ketdi. Birinchisini qo'yamiz. Ichidagiga moslashtiramiz mana teshigini. Mana bu yerda ham teshigi bo'ladi. Uni ham bunga joylashtiramiz mana. Keyin sekin ramini joylashtiramiz. Joyiga qotiramiz buniki. O'zi ushlab qoladi. Mana. Qotiramiz. Hop. Keyingisini ham mana savoldik. Keyingisini ham mana rezbasini qo'yamiz.
bitta buni teshigiga joylashtiramiz. Mana joylashdi. Joylashtirdik. Mana endi qotiramiz. Iloji bo'lsa ham qog'ozini orqasiga birab qo'yasizlar. Mabodo qog'ozi bo'lsa, prozrachniy ko'rinib turadi shunda basharasi. Buni ham qotirib oldik. Hop. Uchinchi filtri mana. Uchinchi filtr. Hop. Eshikka joylashtiramiz. Ana qotirib bo'ldik. Mana endi boya qo'l bilan qotirib oldik. Buni kalitini tiqib, kaliti bilan ham siqib qo'yamiz, suv oqib chiqib ketmasligi uchun. Suv oqyaptimi, demak yaxshi qotirilmagan yoki rezbasiga yaxshi tushmagan bo'ladi. Shuni ham esdan chiqarmaydi. Kaliti bilan solamiz va birab qo'yamiz qotirib. Mana ichidagi manjeti bo'ladi. Manjeti siqib qolib, suv chiqishini oldini oladi bu. Mana. Hop, bunisi qotdi. Yaxshilab qotirdik. Mana endi gilamli suvni ochib yuboramiz va ko'ramiz. Suvimiz hozir sekin kelayotgan ekan, mana to'lishni boshladi. Mana toza holati. Mana bu eski holati. Mana. Juda katta farqi bor. Ko'pchiligiga tavsiya qilaman, обязательно magistral turbaga shu filtrlardan qo'yib olinglar, o'zingizlar uchun, sog'lig'ingiz uchun foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Agar shu videomiz sizlarga manfaatli bo'lsa, juda ham xursandmiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.